Bo'lmasa o'sha polis bo'lgandan keyin gaplashamiz. Maylimi? Urmasaysan men roziman. Urmasaysan roziman men. Odam sal o'ylab ko'rish kerak. Men ham erkak kishiman, men bir kishiman. Sal o'ylab ko'rish kerak. Men 5 ta farzandim bor. O'zim bilan er-xotin 7 kishi. Qilib beryapman-ku men, urib beryapman-ku. Aka, men sizdan nechta farzandingiz bor deb so'ramadim. Pulim bo'lgan kun 1 urib beraman. Men bunimla qarzdan ketish xohlamayman men. O pul sizni muammoingiz yo'q. Bo'ldi, qarzingizni urib qo'ying, bo'ldi, tamom. Pul topasizmi, pulingiz bo'ladimi, bo'lmaymi? Menga nima qizig'i bor? Qarzingizni urib qo'ying, bo'ldi. Endi jahlim chiqardingiz. Endi jahlim chiqar. Shu bugun urib qo'yman, qarzingizni qaytarib qo'ying, bo'ldi, tamom. Jahlingiz chiqami, boshqa bo'lami, menga qizig'i yo'q aka uning. Men pulim bo'lgan kun urib beraman dedim sizga, tamom. Boshqa gapim yo'q sizga. Muammo u pul, muammo meni qiziqtirmaydi. Muammo pul sizni muammoingiz u. Meni qarzim qaytarib qo'ying, bo'ldi, tamom dedim-ku. U pul topasizmi, topmaysizmi? Meni muammom emas-ku. Sizda bo'ladimi, bo'lmaymi? Menga nima qizig'i bor? Qarzingizni qaytarib qo'ying, bo'ldi, tamom. Menga ham qiziqmas aka, men sizga aytdim. Kimdan jalba qilsangiz qiling, meni pulim bo'lgan kun beraman. Menga kerak emas. Men o'sha 600 masalan 500 o'sha monetaga men kunim qo'ygan yo'q. Sizga padarka o'sha. Bo'ldi. Menga kerak emas u. O'l sog' bo'ling, omon bo'ling. Menga padarka kerak emas aka, men bo'ynimda u dunyoga qarz bilan ketish xohlamayman. Siz so'radingiz, qarz dedingizmi? Qarzni uzib qo'y dedingizmi? Bo'ldi, men buni pulim bo'lgan kun ishingizga kelib 1 urmaganam erkak emasman. Qachon shu, qachon nimadir vaqti bo'ladi-ku, hamma narsaning vaqti bo'ladi. Vaqti qachon? Men sizdan aytibman, pulim bo'lgan kun men hisob bermayman sizga. Qachon bo'ladi, qachon beraman, men sizga hisob bermayman aka. Qarzni olgan odam vaqtini aytadi. Jonibek, yosh bachcha bo'lmaysiz. Bir yosh bachcha fikrlaysiz. Bir детский понятga fikrlaysiz. O'sha kuni bo'ladi. Sizda pul bo'ladimi, bo'lmaydimi? Menga qizig'i yo'q-ku uni. Siz olgan narsangizni qaytarib qo'ying, bo'ldi. Shuni so'rayapman sizdan. Qachon qaytarasiz? O'sha kunini, vaqtini ayting deyapman. Sizda pul bo'ladimi, bo'lmaydimi? Menga nima qizig'i bor uni? Nima qizig'i bor menga? Siz olgan narsangizni qaytarib qo'ying, bo'ldi, tamom. O'sha yomsa kunini ayting, menga vaqtini ayting. Baloncha kuni, pistoncha kuni deng. Bo'ldi. Boshqa narsa sizdan so'rayotganim yo'q-ku. Men ham aytaman. Masalan, men ham aytsam bo'ladi, qachon pulim bo'lgan kuni beraman. Menda qachon pul bo'ladi? Men nariga ketganimdan keyin pul bo'ladimi? Yo ketmasi bo'ladimi? Men qayerdan bilaman? Men shuncha kunini, vaqtini aytaman. Baloncha kuni, pistoncha kuni deyman. Bo'ldi. O'sha kuni anaqa beraman. O'sha kundan o'tkazmayman. Iloji boricha o'sha kungacha topishga harakat qilaman. Topaman ham tashlab beraman. Laz aka, men sizdan birinchidan palon kun tashlab bering, palon kun beraman deb aytmaganman. Ikkinchidan siz men beranimni men so'raganim yo'q ham sizdan. Menga qancha uransiz, nima qilgansiz, menga uni qizig'i yo'q. Men sizga beranimni men so'ramayman ham, men eslamayman ham tashi. Kimdan nima olib qachon degansiz, u o'zingiz problemangiz. Men o'zim aytyapman sizga. Qachon pulim bo'lsa, shunda efiringizga kiraman, 1 urib chiqib ketaman. Gap tamom. Opshi kerak emas. Opshi kerak emas, hech narsa aytmayman. Tushundingizmi? Opshi kerak emas. Shu bugun taylasangiz tayling, keyin kerak emas. Qiyomatda olaman, bo'ldi. Opshi kerak emas. Shuni sizni atpiska ham qilib taylayman hozir, ana bu ham blokka ham solaman. Opshi kerak yo'q menga. Sog' bo'ling. Bu yog'i o'zingiz ishingiz, menga qizig'i yo'q.